Cho'lponoyni basiman. Cho'lponoy. Men seni har doim telefonda gaplashganimda ham kelgan, endi balalaringni olib kelgan. Bu yoqlarda yurmagin, sarsongarchilikni yig'ishtirgin deb har doim aytganman. Hozir ham aytaman. O'sha kechirimni eshitgan bo'lsang, mana eshitmagan bo'lsang, hozir ham mana nima men aytayapman. Hamma kelyapti, shularning qatorida sen ham kelgan. Balalaringni olib kelib, o'zing uy-joyga mana ega bo'lgan. Mana balalaring hammasi katta bo'lib qoldi. Mana bu yerdagi balang ham hademay maktabni bitiradi. Mana keldi, o'qila keldi oldingdan, mana o'qilani balalari yasliga, maktabga joylashdi. Hukumat mana qancha yordam beryapti ularga. Sen ham kelgin, senga ham yordam qilishadi. Hech qanaqangi nima ish yo'q boshqa. Sizlarni kechirgan, kesalaring kechiradi davlatimiz. Harakat qilgan balalaringni olib kelgin balam. Biz seni kelishingni kutib o'tiribmiz mana shu yerda. Mana meni mazam bo'lmayapti, dadangda ham mazalari bo'lmayapti. Tezroq harakatingni qilib kelgin, yerda yurmagin. Havo mana sovib ketdi, balalaring qanday bo'ladi yerda? Qancha qiyinchiliklarning boshidan kechirayotgandirsan, yerda har xil gaplarni eshityapmiz. Harakatingni qilib yomonliklardan, ishlardan kechib uyga qaytinglar balam. Xo'jayiningga ham aytgin. Shakarbek ham kelsin balalarini olib. Musulmonchilikda mana shu ota-onani xavarashda aytgan, balalarini boqishdi, ini-sinini xavarashda aytgan. Sen yerda nima qilasan? 10 yil bo'ldi mana. Kelgin balajonim, eson-omon kirib kelsang, mana hukumat hammani kechirim e'lon qilgan, davlatimiz sizlarni kechiradi. Balalaring bilan kelgin. Bo'ldi endi yurganing o'sha yerda. Biz seni kutib o'tiribmiz mana shu kelishingni. Cho'lponoy, men telefonda ko'rdim. Ana shu Mohimay degan qishloqda odamlar bilan jang qilib, xo'jayining ham o'sha yerda emish. Men eshityapman shu gaplarni. Bu qilig'i, bu ishi noto'g'ri, to'g'ri yursin, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi bu ishi. Bu ishdan qaytinglar uyga balalaringni olib. Men o'sha gapni eshitganimdan beri xavotirman. Balalaringni olib uyga qaytinglar balajonim. Bu ishlaring noto'g'ri. Islom dinida birov bilan o'ldirmaslik kerak, birovga yomonlik qilmaslik kerak deb yozilgan. Sizlar shu ishni qilmanglar balam. Noto'g'ri ish qilmanglar. Jon balam, kelinglar uyga qaytib balalaringni olib. Tojikistonga ham shunaqa ishlarni eshitib keyin hammamiz sharmanda qilmanglar, harakat qilib yaxshi ishlar bilan uyga qaytishga harakatini qilinglar. Noto'g'ri ish qilmanglar. Tojikistonga ham bu noto'g'ri bo'ladi qilgan ishlaring. Bizga ham qiyinchilikni ko'p to'g'dirmanglar. Mana shu qo'ni-qo'shnilarda o'rta qishloqda odamlar o'rta biz shu gaplarni eshitsak, biz qanday qilib yuramiz? To'g'ri yuringlar, to'g'ri kelinglar, unaqa qilmasdan har xil ishlarni, har xil gaplarni men eshityapman. Jon balam, harakat qilib balalaringni olib kelgin. Balalaringni olib kel, mana qishloqda tinchlik, Xudoga shukr, hamma joyda serobchilik, hamma narsa bor. Tinchlik bilan mana balalaring maktabda o'qiydi. O'zingni balalaring ham katta bo'lib qoldi mana. Osoyishta hayotda kelib davrini surgan, nima qilasan yerda jangi jadalda yurib? Harakat qilib kelgin, jon balam, Cho'lponoy. Meni gapimga quloq solgin. Xo'jayiningga aytgin, Cho'lponoy. Noto'g'ri ish qilib Tojikiston territoriyasiga ham shunaqangi ishlar qilmasin. To'g'ri yo'lda kelsin. Noto'g'ri ish qilmasin, ham balalaringga ham o'zingga zarar qilmasin, jon balam. Tinchlik bilan yursin endi. Kelinglar endi, harakat qilib kelinglar. Biz sizlarni kutyapmiz. Sizlarni ota-onani oldida qarzlaring bor, kelib bizlarga qarashlaring kerak, ota-onani xabar olishlaring kerak. Kelinglar endi. Har xil gapni eshitmaylik, biz ham tinchgina yuraylik, tinchgina yashaylik bundan buyog'iga. Men o'rinib Inom Usmonovich Cho'lponoyda otasi bo'laman. Shakarda kuyov bo'ladi. Mana 10 yildan beri dom daraksiz. Mana ko'rsang, aliya qilsang, qizim, kuyovi iloji boricha uyga kelishga harakatini qilinglar. Bo'ldi, shu qayerga sanqib yurganlaring bo'ldi. Qayerdadir o'lib ketishing kerak ham, qaytib kelgin endi. Biz odamlardan eshityapmiz, mana Afg'onistonda qishloqlarda jang bo'lyapti ekan. Jangda shular ham bor deb o'ylayapmiz.
bu hozirgi televizorda ko'rgan haligilarimiz shunday o'liklarni ko'rsatyapti. Yosh bolalar, xotinlar. Bu musulmonchilikka vaqt to'g'ri kelmaydi bu. Musulmon urush qilmaydi, musulmon rahmdil bo'ladi. Qizim, mani ko'rsang, eshitsang, iloji boricha kelishga harakat qil. Buvayim, man ukalaring, akalar, nimalaring, ukalaring bari, apalaring hammasi kutyapti. Kelinglar qizim. Qishloqdan hali nechta oqalar keldi, Boburni qizi. Bu Yoqubxonni nevaralar keldi. Mana hozir maktabda o'qiyapti. Dokumentlar berdi bosh bolalar bariga. Afqiga mana mazza qilib o'ynayapti bolalari. Yangi kelganda ko'chadan osmondan samolyot tushsa baqirardi, urush bo'lyapti deb. Mana hozir yaxshigina o'ynayapti bolalar. Sani bolalaring ham shu nimani bolalariga o'xshab samolyotni ko'rsa qo'rqayotgandir qizim. Yuragi hammasi o'z tom bo'lgandir bolalaringni ham. Mana bu yerdagi nimalar shu kelgan, yangi kelganda samolyotni tovushini eshitsa uyga yugurib kirib ketardi. Hozir kirmay mana o'rgandi, ko'nikdi. Yaxshi hayot kechiryapti, mana maktabga boryapti. Haligi nimalar yordam beryapti, hokimiyatchilar hammasiga, yasliga boryapti. Kelinglar bolam. Sarsong bo'lib yurmanglar. Iltimos, kelinglar, tag'in Tojikistonga qarab yurish qilmasin. Bu betdagi qishloqdagilar hamma sharmanda bo'ladi keyin. Iltimos. Iltimos. Bolam, kelinglar. Novoda Tojikistonga qarab yurmasin. Tojikistonga qarab qurol ko'tarib kelmasin iloji boricha. Bu kelsa na biz kechiramiz, na davlat kechiradi. Men O'rinov Havas Inomovich. Bular mana dadamlar, bamlar. Assalomu alaykum opa. Men telefon bor dedim, video hammasi dedim. Har xil video bilan do'stim. Men yakta gapmadim, ama videoda dedagim har chiza ben pochom odam kushdagi videoda dedim. Xel nameşa musulmonga xel to'g'ri ne? Musulmonni nima kusha? Naborat yordam etyapti. Mana qishloqqa Gumshidagi doktora, zano, bachcha hammash sekseka omdosi hammash, yakta dutta omdos. Hamma zindagi kados. Biyo har duton. Bachchatona vaykada biyo hamma. Xel nameşa. Biyoiton. Men sharm dorim. این دادم من زیخ شد 10 سال شد من ساخر شدیان دوله نشدیان و من دوله نه کسالای وقتی همت خبر گفتگی وقت بیا همت پیشی دادم و پیشی و هم قطعی بشین دستر هم بیافته اپا هم شکر بی و پوچون با گو مثلا طرف تاجیکستان با تیر خاله کند ما نمیبخشیم دولت هم نمیبخشد پدر مادرم شما نمیبخشد